Salom do'stlar, biz DLC'da iloji boricha o'ntadan ko'p gol urishga harakat qilamiz. Agar yaxshi o'yinchisi pas bo'lsa, o'zi yaxshi o'ynasa, o'ntadan kam bo'lsa ham ko'proq gol urishga harakat qilamiz. To'xtanglar, avval Musani qo'yib olamiz, Zaragozani qo'yib olamiz. Ikkinchisini kimlarniga qo'yay? Mortonlarniga qo'yaman. Endi bironta mashetdan tutib qo'yaman hozir. Tutdim. Yana uzoqligi qancha ekan ko'ramiz. 26 metr turibdi. Musa o'yinga kiribdi. Sonyolar iloji boricha chichib yuborayotgandi. Brahim Diaz, Real Madridning sobiq o'yinchisi. Gol. Türk temasdan chiqib ketdi. Mashetdan chiqib olsammi? Qiyshiq ketdi. Mashetdan chiqib qo'yaman hozir. Nimaga qiyshiq ketaveradi? Iloji boricha Jo Felix bilan gol urishga harakat qilaman, uzoqroqda tepishga vaziyat bo'lsa. İkinçten boşlandı. Musa geçonemiz. Musa meşetten gol verdi. Töp bilan pas berishni bilmaydi. O'yin chiqadi, töpni qayerga tepadi. To'g'ri pas berish kerak menga o'xshab. Bilasizlarmi? Yo'lga berib qo'yaman. Shundoq ham gol beradi. Varatavonni ham qallasini jinniq qo'yaman. Musa'dan gol, hat-trick. Musa'dan hat-trick. Endi antdan boshlayman. Vay. Belki qish. Bosh bilan ololmadi. Mayli, Brahim Diaz chiqib ketarkan. Zaragozani udarini to'sib qo'ygan Musa. Voy, Zaragoza. Nimaga qiyshiq tepyapsan? Voy, Bellen ochiq vaqtda gol ura olmadi.
Odamni almashtiramiz va boshga ko'tarib berib, boshdan tiqib qo'yamiz. Istemoqchi edim, bo'lmadi. Mana gol. Hozir gol ko'rasizlar. Sepedan gol demoqchi edim. Mayli. Pas berish xunugey. Qanaqa pas beradi? Mana. Endi jamoamni yaxshi qilib sizlarga tushuntirib, aytib, kuzatib ketaman. Sovg'ani qo'yaylik. Jamoamiz ikkita setiga bor. Ikkita setida birinchisida Joao Felix, ikkinchisida Musa, Remede Simons, Semede Sow, ikkinchi Semede Tillmans, Remede Diaz, Lebede Robertson, ikkita sebeda Morton bilan Sanchez, Rebe Rubial, Geke Yodero. Bugungi videomiz shu bilan tugadi.